tomog'im og'rigan. 3 ta ushalmagan orzuyim haqida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Birinchi orzuyimni ko'pchilik qilgan, ya'ni san'atkor bo'lish. Dugonam bor edi, dugonam bilan уже gruppa sozdавать qilgandik. Ana qo'shiq bor-ku, yuragimga boqdim. Dugonam bilan man bu o'g'ni aytaman, man bu o'g'ni aytaman. Hammaga aytib chiqqandik, что biz qo'shiqchi bo'lamiz deb. Hali ham kech emas deyishlaringiz mumkin, lekin men uchun уже kech. Chunki men уже kosmetologiya, ya'ni o'zimning sohamni juda ham yaxshi ko'rdim. Boshqa sohaga burilish niyatim yo'q. Ikkinchi ushalmagan orzuyim styuardessa bo'lmoqchi edim. Hamma davlatlarni aylanmoqchi edim, faqat samolyotga osmonga uchib yurmoqchi edim. Kichkinaligimda o'ylaganman, что styuardessalikka ham qayergadir o'qish kerak. Keyinchalik bildim, что styuardessalik o'qish kerak emas, faqat 25 yoshgacha, по-моему, qizlar praktika qilasiz, hujjat topshirasiz, bemalol kirishingiz mumkin. Hozir 23 daman, ishlasam ham 2 yil ishlayman, shuning uchun ham bu narsaga yo'q deganman. Lekin bu ham meni ushalmagan orzularimdan biri. Bugun unaqa makiyaj qilgim kelmayapti, shuning uchun faqat nejniy makiyajcha qilaman. Uchinchi ushalmagan orzuyim, buni kechagacha orzu qilib yurardim va bo'lmaydi deb yaqinda qo'yib yubordim shu orzuyimni. Ya'ni